Mana shu xonadonimiz sotuvga chiqqan. Yangi O'zbekistonning orqasida joylashgan mahallada joylashgan 8 sotuvli xonadonimiz 20 ga 40 fasadli 30 ming dollardan baholaymiz. Endi bizani sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsak, bu yoq tarafimizda 3 ta xonasi bor. Asosiy binomizda joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda podvalimizda joylashgan. Bu yog'imizda oshxonamiz, yonginasida bitta zalimiz, yonginasida yana bitta hammomimiz bor. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar, hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Kirganimizda 3 ta, 4 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafimizda tapchanni zonasini qilib qo'yishgan. Bu yog'imizda agarodimiz joylashgan bo'ladi. 20 ga 40 fasadli xonadonimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Ana endi sizlarga asosiy binomizni to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Asosiy binomizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsak, kirganimizda prixoshkamizni ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda zal, ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor, o'rtancha remont xonasida. Bu yog'imizda spalnimiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda ham spalni. Hamma qulayliklari bor, ko'chaga qaragan oynalari bor, gaz, suv, svet umuman muammosiz. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga sotig'ini 30 ming dollardan baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Eng zo'r tarafini aytaman sizlarga. Bo'lib ham sotiladigan xonadonimizni sizlarga pastda egalar nomerini qoldiraman. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar.